Hurmatli o'rtoqlar, Abduhalim Bro ushbu videoni 3 soatda tayyorladi. Bitta like bosish uchun bor yo'g'i 3 sekund vaqtingiz ketadi. Rahmat, sog' bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. AQShda Trampga qarshi namoyishlar boshlandi. AQShning bir nechta shaharlarida prezident Donald Tramp ma'muriyati siyosatiga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlari boshlandi. No Kings, qirollarga o'rin yo'q shiori ostida o'tayotgan aksiyalar barcha 50 ta shtatda 3200 dan ortiq tadbirni qamrab olishi kutilmoqda. Namoyishchilar Tramp siyosatini tanqid qilib, urushni to'xtatish, demokratiyani himoya qilish, migrantlar huquqlarini ta'minlash va immigratsiya siyosatini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Ayrimlar AQSh immigratsiya va bojxona nazorati xizmatini tugatish shiorlarini ham ilgari surgan. Har doimgidek barcha videolar Abduhalim Bro kanalida. Aynan faqat bizning kanalda mana shunday videolarni ko'rishingiz mumkin. Good morning, San Diego. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. Trampga qarshi bu yerda protest boshlandi shu do'stlar, kelaverasizlar. Ya'ni miting boshlangan, ko'rib turganlaringizda. Nima qilyapti bu yerda endi? Mana nima qilyapti bu yerda. Lekin Putinni qo'yib yomon tutdi-da bratimizni. Mana yerda Abdini kuchiga ham yuribdi do'stlar, mana ko'rib turganlaringiz. Nima bunday qiladi? Hamma Trampga qarshi miting o'tkazyapti. Ya'ni qirol bo'lmaslik kerak Amerikada deb nomlangan. Tog'alaring ham shu yerda ekan-da. Hello. Alaka. Urush bo'lmasin va Amerikaga qirol kerak emas deb yozilgan bu yerda. Ana. Bola chaqasi bilan kelib olgan bular. Bola chaqasi bilan kelib olgan. Ko'chani u tomonigacha odamlar ertalabdan ko'chaga chiqdim. Mana shunaqa bo'lib turibdi mahallamizda. Hammasi Trampni yomon ko'rayotganda. Rejimni o'zgartirish kerak deyapti. Lekin bular bilmaydiki, har bitta urushni Izraelliklar qilyapti do'stlar. Bular bilmaydi. Manqurtlar mana hamma. Qaranglar, Amerika o'z dabdalasi chiqdi do'stlar. Bu yerga kelmanglar. Dabdalasi chiqdi. Men ham ketmoqchiman. Qayerga borsam bo'ladi do'stlar? Rossiyagami yoki Koreyaga boramiz.
breaking fuck the news. We're a couple delinquents outside. Oh shit! I didn't know, my bad. outside. Just got a fan. Came right up to me. Said, "Hi, how are you?" Good. Donald Trump's a pedophile. We're here in New York City at Times Square at the No Kings protest. We can see it. That signed up. Oh, that signed up. Yeah, we didn't. Yeah, a lot of people don't sign up. So be the folding chairs people, be the Albert Donuts people, for the brilliant minds who are actually making this train run. Akalar, Amerikada xalq bosh ko'tardi Trampga qarshi. Racist, ya'ni millatchilik hammasi uchun urushlarni kelib chiqargani uchun Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Abduhalim Birov bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang.